Namangandan chiqqan universal pechkani o'zimiz ishlab chiqaramiz. Bu pechkani ishlab chiqarishni boshlaganimizga, ober ustanovka qilib berishni boshlaganimizga 10 yillar o'tgan. Mana ishxonamizni ko'rishingiz mumkin. Bu svarkachi okalarimiz dam olishgan. Ko'pchilik listini qalinligini so'rabdi. Bu list qalinligi 3 listdan bo'ladi. Ichlarigacha hamma yo'g'i ponni. Xo'p, mana zakatovka holati bu o'sha ichga ko'rinmaydigan joylarniki. Qalinligi 3 listdan bo'ladi, bir xil. Ishxonamiz do'konimiz orqa tomonida joylashgan. O'z manzilini aytib o'tamiz. Do'konimiz manziliga keladigan bo'lsa, Namangan shahar G'ishko'prik cho'rsidan Lola Eshot yo'nalishiga tushib ketgan Saravani infeksion bolnitsasi sektoriga 200 metr etmasa chap qo'lda joylashgan. Kelib ko'rishingiz mumkin. Do'konimiz oldida har xil turdagi pechkalarimizni tushirib qo'yganmiz. Undan tashqari har xil mahsulotlarimiz, azbusturub, o'gonli. Xo'p, ko'pchilik bizda g'ishni, abulsopka g'ish narxini so'rashdi. Bu ko'rib turgan abulsopka g'ishini standart 3,5 so'mdan chiqadi. Bu 6 ga 6si 2700 so'm optim narxda chiqadi. Hop, do'konimiz ichkarisiga kiradigan bo'lsa, har xil turdagi pechkalarimizni olib kelib tushirib qo'yganmiz. Bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Mana har xil assortimentda tushirib qo'yganmiz. Mana bu baxtomonga o'tadigan bo'lsa, oynali pechkalarimiz, pechkaga o'choqqa mangalga oid har xil mahsulotlarimiz bor. Xo'p, pechkani narxi keladigan bo'lsa, bu pechkani Andijon oldi referenkaligi 1,150 ming so'm. Pechkani o'zi narxi qurib bersa 2 million so'm chiqadi. Bu kraskaligi 1,300 ming so'm. Xo'p, bu 1,30 lik varianti 1,450 ming so'm pechkani o'zi narxi. Va ko'rib turgan pechkani universal Namangandan chiqqan pechkamiz hamma narsasi ichida 3,500 ming so'm. Azbusturubi, ugonli, kraska, 2 dona kanna, 2 dimoxotli bo'ladi. Oldi lazerli variant o'sha qo'l kuydirmaydigan pechkamiz. Xo'p, bundan tashqari yangilik qilib oldi ustunli pechkalarimizni chiqarib qo'yganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, o'ntavesda panjalari bor, kannayni to'sib turadi. Mana buni orqa tomonini ham ko'rsatamiz. Mana bu orqa tomondan ko'rinishi. Buni narxi hamma narsasi ichida olib berib qurib berishimiz Namangan shahariga 4,500 ming so'mga tushadi. G'ishini olib berasiz. Bu pechkamiz sababi gullari boshqacharoq, dizayni sal boshqacharoq tushgan.